Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu video darslikda oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida yoki madrasaga kirish imtihonida tushadigan arab tiliga oid ba'zi bir savollarning qiyosini tahlil qilamiz. Savolimiz quyidagicha: Yal'abul avlad fil mal'ab. Ya'ni tarjimasi: bolalar o'yingohda o'ynashyapti. ما هي علامة الإعراب لكلمة الأولاد؟ أولاد so'zini i'rob alomatini toping ma'nosida. Bu o'rinda e'tibor qiladigan jihatimiz i'rob alomatining topishligimiz kerak. Uning uchun esa avvalo avlod, al-avladu kalimasini i'robini topishligimiz kerak. Undan keyin alomatini topamiz. Xo'p, agar gapga qaraydigan bo'lsak, yal'abu bilan boshlandi. Yal'abu, bu yal'abu kalimamiz fe'l, muzori fe'li. Biz bilamizki, nahv qoidalaridan agar gap fe'l bilan boshlansa, fe'li jumla bo'ladi va fe'li jumlaning tarkibi fe'l foildan va ba'zan maf'ul bihidan iborat bo'ladi. Demak, bizda fe'l aniq, mana fe'l topildi. Endi al-avladu nima desa, mana shu yal'abu fe'lining foili bo'ladi. Nega? Chunki fe'ldan keyin foil kelish kerak, ya'ni uning bajaruvchisi. Xo'p, foilni i'robi nima bo'lardi? Biz nahvdan bilamizki, foilning i'robi doimo marfu' i'robda bo'ladi. Xo'p, al-avladu mana shu kalima, xo'p, foil ekan, i'rob esa marfu' ekan, aniq bo'ldi. Endi alomatini topishligimiz kerak. Alomati nima? Alomati mana bu ko'rinib turgan zamma. Nega? Chunki bu jamu taksir, ya'ni sinf ko'pligidagi ism. Biz bilamizki, mufrad ism va jamu taksir sinf ko'pligidagi ism i'rob alomati bir xil, ya'ni asli alomat bilan bo'ladi. Rafning asli alomati esa zamma. Shunga ko'ra, demak, aniq bo'ldi. Alomatimiz nima ekan? Zamma ekan. Variantlarni ko'ramiz. Al-alif. Alif degan, ya'ni i'rob alomati, raflik alomati alifmi? Yo'q. Agar bo'lardi, qachon? Mana shu al-avladu emas, ikkilikdagi bir ism bo'lgan edi. Waladani bo'lsa, o'sha ikkilikdagi ismning raflik alomati alif desak to'g'ri bo'lardi. Ammo bu o'rinda bu xato. Ikkinchi B variantimizda ad-dammatul muqaddara, taqdirdagi zammami? Yo'q. Taqdir qachon i'rob alomati taqdiriy bo'ladi? Agar kalimamizning oxirida illat harflari keladigan bo'lsa, bu o'rinda D harfi illat harfi hisoblanmaydi. Demak, taqdirdagi i'rob emas. Bu ham xato javob. C variantimizda ad-dammatul zohira, ya'ni zohiriy zamma, ya'ni ko'rinib turgan zamma. Demak, mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Ushbu test tahlil darsimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.